Master-klass operatsiya. Markaziy razvedka boshqarmasi bitta binoni o'lja sifatida tanlab, osmonni 150 ta samolyot bilan to'ldirdi. Bu vertolyotlar Delta kuchlarini tushirishi uchun quloqni qomatga keltiruvchi sonik qalqon yaratdi. A-35 samolyotlari perimetrni yoritib, tunni kunduzdek yorug' qildi. Chang bosilgunga qadar vertolyotlar allaqachon qo'nib bo'lgan edi va Maduro olib ketilgan edi. Shuningdek, Amerika F-35 qiruvchi samolyotlari va dengiz kuchlari yordamida keng ko'lamli hujumni qanday amalga oshirishi haqida ham ko'rib chiqamiz. Bularning barchasi navbatdagi videoda. Tun yarmida soat 2 da Karakas shahrisida chiroqlar o'chdi. Soat 5 ga kelib Venesuela prezidenti yo'qolgan edi. Ammo Amerika qanday qilib butun dunyo Karib dengizidagi avianoslarga qarab turgan paytda aldash o'yinlarini o'tkazdi. Yerda yashirin urush olib borilayotgan edi. Bu bosqin emas. Bu aniq rejalashtirilgan maxsus operatsiya edi. Endi biz Amerika kuchlari Karakasning markaziga qanday kirib borib, Nikolas Maduroni qanday maxfiy tarzda olib chiqib ketganini ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi bosqich tayyorgarlikdan boshlaymiz. Bu bir kechada sodir bo'lgan narsa emas. Bir necha oy davomida Qo'shma Shtatlar Venesuela atrofidagi dengiz hududida dengiz karantinini tobora kuchaytirib bordi. Qo'shma Shtatlar 4-avianos zarba guruhi va Qo'shma Shtatlar amfibiya tayyorgarlik guruhi sohil yaqinida joylashtirildi. Rasmiy sabab aniq edi. Qo'shma Shtatlar Venesuela hukumatini narkobiznes bilan bog'liq terrorchi davlat sifatida belgiladi va ayniqsa yirik narko baronchalarni nishonga oldi. Ammo dengiz kuchlari sohillarni siqib turgan paytda razvedka vositalari bir odamni kuzatib bordi. Ular muayyan bir vaqtni Maduro harakatsiz va himoyasiz bo'ladigan fursatni kutishdi. Ikkinchi bosqich zarba. Operatsiya Venesuela vaqti bilan soat 2 da boshlandi. Osmonda bir nechta F-35 turidagi stels qiruvchilari dushman mudofaa chizig'ida teshik ochib, ularning havo hujumidan mudofaa tizimlarini izdan chiqara boshladi. Bu strategik jihatdan yuqori qiymatga ega obyektlar atrofida joylashgan Rossiyaning S-300 raketa majmualariga ham tegishli edi. Osmon tozalangach, operatsiya yo'li ochildi va Delta Force vertolyotlari to'g'ridan-to'g'ri vazifa hududiga uchib bora boshladi. Endi esa aldash qismi boshlanadi. Vertolyotlar uchib borayotgan paytda qiruvchi samolyotlar yana qo'shimcha zarbalar bera boshladi. Ular Fortuna, asosiy harbiy baza va qo'mondonlik markaziga, shuningdek La Carlota aviabazasiga zarba berib, Venesuela havo qo'llab-quvvatlash tizimini izdan chiqardi. Yerdagi xabarlarga ko'ra, keng ko'lamli portlashlar va aloqaning to'satdan uzilishi kuzatilgan. Ammo bu tartibsizlik asosiy maqsad emas edi. Bu faqat niqob vazifasini bajardi. Xo'sh, reyd qanday amalga oshirildi? Buni tushunish uchun 3-bosqichga nazar tashlashimiz kerak. Qorong'ulik va tartibsizlik panasida eng yuqori darajadagi maxsus operatorlar ishga kirishdi. Ammo bu vazifa qaysi aniq bo'linmaga topshirilgan edi? Bu Qo'shma Shtatlar armiyasidagi eng maxfiy va elita maxsus kuchlardan biri hisoblangan Delta Force bo'linmasi edi. Karakasdagi guvohlar past balandlikda uchgan samolyotlar tomlar ustiga yaqin holda, radar qamrovidan ancha pastda harakatlanganini xabar qilishdi. Guruh ulkan Fortuna majmuasi ichidagi xavfsiz uy deb hisoblangan qo'riqlangan binoga kirib bordi. Venesuela prezident gvardiyasi qarshiligi tezkor bo'ldi. Ammo vertolyotlar tomonidan berilgan o't ochishlar tufayli oxir-oqibat samarasiz bo'lib chiqdi. Operatorlar juda tez va aniq harakat qilib, bir nechta nuqtalarga qo'nishdi. Ammo ushlash va evakuatsiya qanday amalga oshirildi? Buni tushunish uchun 4-bosqichga nazar tashlaymiz. Maxsus vertolyotlar obyekt ustida mualloq turib, hujum guruhini tushirdi. Shu paytda o'nlab hujum vertolyotlari himoyani band qilib turdi. Delta maxsus kuchlari esa tushib, yuqori qiymatli nishonni qidirishni boshladi. Ular uni qanday topishdi? Javob oddiy. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi Maduroning yaqin odamlari ichida o'z ayg'oqchisini joylashtirgan edi. Shu paytda Qo'shma Shtatlarda Delta Force Maduro uyining aniq nusxasini qurib, reydni ko'zlarini bo'lagan holda ham bajara oladigan darajaga yetguncha mashq qildi. Operatorlar binoga shunchalik tez kirib bordiki, qo'riqchilar vaziyatga javob berishga ham ulgurmadi. Yorug'lik shovqin granatalari portlashi qo'riqchilarni chalg'itib yubordi. Metal eshiklar maxsus kesuvchi uskunalar bilan ochildi va ular barcha eshiklarni qulflab ulgurishidan oldin qo'lga olindi. Maduro uchun bu holat to'satdan yuz bergan shok bo'ldi. Delta Force majmuaga kirib kelganda u va uning rafiqasi Celia Flores jismonan nazoratga olindi. Bu muzokara emas edi. Ular qo'lga olinib, darhol evakuatsiya nuqtasiga olib o'tildi. Bu havo kemalari shahar ichidagi binolardan evakuatsiya qilish va havoda yoqilg'i quyish imkoniyatiga ega. Bir necha daqiqa ichida ular havoga ko'tarilib, Venesuela havo hududini tark etdi va Karib dengizidagi xavfsiz suzuvchi tayyorgarlik bazasi tomon yo'l oldi.
Janubiy nayza deb nomlangan ushbu operatsiya bir kechadayoq Janubiy Amerika geosiyosiy xaritasini o'zgartirdi. Ammo to'xtang, evakuatsiyadan oldin hujumning oldingi chizig'ida F-35 qiruvchi samolyotlari ham asosiy zarba yo'nalishini boshqargani haqida xabarlar kelib tushgan edi. Biz endi Qo'shma Shtatlar nima uchun Venesueladagi operatsiyalarda F-16 samolyotlarini emas, aynan F-35 samolyotlarini tanlaganini ko'rib chiqamiz. Chunki yaxshi tashkil etilgan va harbiylashgan Venesuela o'z hududlari bo'ylab ruslar ishlab chiqargan S-300 raketa tizimlarini, Xitoy radar tarmoqlarini, integratsiyalashgan rus havo mudofaa tizimlarini va chegaralari bo'ylab zarba dronlarini joylashtirgan. Bu esa juda xavfli va murakkab muhitni yaratadi. Bunday sharoitda eskiroq F-16 samolyotlari omon qolishda qiynalishi mumkin. Aytilishicha, taxminan 150 ta samolyot va katta miqdordagi 8 ta Qo'shma Shtatlar esmineslari shu yerda joylashtirilgan edi. Unda shuningdek 3 ta amfibiya avianosi va kuzatuv samolyotlari ham mavjud bo'lib, bu kuchlar uni zamonaviy armiya havo mudofaa tizimlarini yengib o'tishga qodir bo'lgan ulkan qo'mondonlik va boshqaruv markaziga aylantiradi. Bu esa zarur bo'lsa, Venesuelaning butun havo mudofaa tarmog'iga qarshi harakat qilishga tayyorlikni anglatadi. Ammo nega Venesuela havo kuchlari to'sib qolishga muvaffaq bo'lmadi? 2025-yil holatiga ko'ra, Venesuela qiruvchi samolyotlar parki asosan Rossiya tomonidan 2006-2008-yillar oralig'ida yetkazib berilgan taxminan 25 ta Su-30 ko'p vazifali qiruvchi samolyotlardan iborat bo'lib, ular hozirda mamlakatning asosiy jangovar havo kuchlarini tashkil etadi. Shuningdek, ular taxminan 5 ta ekspluatatsiya qiladigan F-16 jangchilarini saqlab keladi. Bu eski partiyadan, jumladan 3 ta yakka o'rinli F-16 va 2 ta 2 o'rinli F-16V modellari. Bu samolyotlar qarib eskirgan va texnik xizmat ko'rsatish hamda ehtiyot qismlar bilan ta'minlash cheklangan. Amerika sanksiyalari tufayli ular Isroil modernizatsiyalari bilan to'ldirilgan. Venesuela o'z F-16 samolyotlarini Qo'shma Shtatlardan Peace Delta nomli xorijiy harbiy sotuv kelishuvi orqali 1982-yil may oyida diplomatik va harbiy munosabatlar yaxshi bo'lgan davrda olgan. Ular F-16 samolyotlarini olayotgan birinchi Lotin Amerika mamlakati bo'lgan va yetkazib berish 83-85-yillarda bo'lgan. Amerika nima uchun hozirgi operatsiyalarda F-16 samolyotlaridan foydalanmadi? Chunki bu samolyotlarda S-300 va boshqa integratsiyalashgan mudofaa tizimlaridan qochish uchun zarur stealth qobiliyatlari yo'q. Ilg'or S-300V yoki Anti-2500 tizimlari Xitoy va rus radarlari bilan qo'llab-quvvatlanib, eskiroq samolyotlarni uzoq masofalardan osonlikcha aniqlaydi va nishonga oladi. F-16 samolyotlarini bunday muhitga yuborish yuqori yo'qotish xavfini keltirib chiqaradi, chunki ular radar orqali aniqlanishi va raketa hujumiga uchrashi mumkin. Shuningdek, ruslarning Buk havo mudofaa tizimi F-16 ni osonlik bilan yo'q qilishi mumkin. Bu arzon Buk tizimlari mamlakat bo'ylab allaqachon faol va harakatlanuvchan holda joylashtirilgan. Qo'shimcha ravishda, dronlar bilan to'ldirilgan tortishuvli havo hududida F-16 samaradorligi pastroq bo'ladi. Ayniqsa, Venesuela razvedka va kamikadze zarbalari uchun ishlatadigan Eronning Shahed dronlari kabi dronlar mavjud bo'lganda. Biroq F-35 muhim ustunliklarni taklif qiladi. Uning stealth dizayni unga aniqlanmasdan yoki ancha past xavf bilan uchish imkonini beradi. Bu esa uni yerdan havoga raketa tizimlari va tarmoqli radar tizimlariga qarshi samarali qiladi. Uning sensorlar integratsiyasi, elektron urush imkoniyatlari va ma'lumot almashish tizimlari unga bir vaqtning o'zida harakatlanuvchi va doimiy havo mudofaa pozitsiyalarini bostirish va nishonga olish imkonini beradi. Hamda rus va Xitoy radar konfiguratsiyalariga qarshi tez moslasha oladi. Samolyotlar Venesuela harbiylarining havo mudofaa tizimlarini yo'q qilayotgan paytda bu markaziy razvedka boshqarmasi va maxsus kuchlarga o'z nishonlari tomon olg'a siljish imkonini berdi. Venesuela chegaralari bo'ylab joylashgan Rus, Xitoy, Eron va mahalliy havo mudofaa hamda dron tizimlarining katta miqdorda mavjudligi shundan dalolat beradiki, stealth qiruvchi samolyotlar yoki hujumning birinchi to'lqini bunday operatsiyalar uchun zarur bo'lgan ham omon qolish imkoniyatini, ham zarba berish qobiliyatini ta'minlaydi. Ammo ular qanday qilib soat strelkasi yo'nalishida aylanishni amalga oshiradi?
Puerto-Rikodan Venesuelagacha bo'lgan masofa taxminan 1300 kilometrni tashkil etadi. Bu taxminan 810 milga teng bo'lib, yuqori tezlikda uchayotgan F-35 uchun taxminan 1,5 soatlik parvoz vaqtini anglatadi. Bu samolyotlar soat strelkasi yo'nalishida aylanish rejimida harakatlangan, chunki uning jangovar radiusi taxminan 770 milga teng. Bu esa yoqilg'ini ehtiyotkor boshqarish va hududda uzoq vaqt qolmaslik sharti bilan Puerto-Rikodan turib Venesuelaning katta qismiga yetib borish imkonini beradi. Missiya vaqtini uzaytirish va mamlakat ichkarisiga chuqurroq kirib borish uchun Karib dengizi hududida strategik joylashtirilgan havoda yoqilg'i quyish tanker samolyotlari ushbu operatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Mahalliy zarbalarni daqiqalar ichida amalga oshirish talab etilgan holatlarda F-35 samolyotlari bilan jihozlangan Amerikaning amfibiya hujum kemalari samolyotlarni juda tez uchirish imkoniyatiga ega. Karib mintaqasida joylashgan bunday kemalardan uchirilgan F-35 samolyotlari tezlik va marshrutga qarab taxminan 15 daqiqada Venesueladagi nishonlarga yetib borishi mumkin. Nishonlar odatda narkotrafik tarmoqlari, havo mudofaa inshootlari, qo'mondonlik markazlari va dron infratuzilmasini o'z ichiga oladi. Bu esa Venesuela harbiy va jinoiy infratuzilmasiga qarshi dengizdan turib moslashuvchan zarba berish imkoniyatlarini yaratadi. Mohiyatdan, Amerikaning Venesuela yaqinida F-35 samolyotlarini joylashtirishi mintaqadagi harbiy imkoniyatlarni qayta belgilab bermoqda. U stealth texnologiyasini, ilg'or sensorlarni, elektron urush imkoniyatlarini va tarmoqlashgan operatsiyalarni birlashtirib, murakkab havo mudofaa tizimlarini yengib o'tish, shuningdek Venesueladagi turli xil nishonlarga qarshi doimiy havo ustunligini saqlash va tezkor zarba berish qobiliyatini ta'minlaydi. Bu faqat narkotrafikka qarshi kurashdan tashqari strategiyani, Venesuela harbiy tahdidini tiyib turish va zarur bo'lsa, uni qat'iy ravishda bartaraf etish strategiyasini aks ettiradi. Biz shuningdek, yadroviy triadaning dengiz, havo va quruqlik komponentlari haqida ham chuqur tahlil qildik. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib, fikrlarni kommentda qoldiring. Ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.